To'st, qani. Maza qilsak biz, maza qilamiz. Shu kunlar nasib qilar ekan. Shu kunlarga yetdik. Yetkazgan Faqat erkaklar. Choyxonada ham erkaklar, tog'da ham erkaklar, bog'da ham erkaklar. Yo, alam qiladigani 8-martda ham erkaklar nishonlaydi. Qizlar. Endi er yo'q bo'lgandan keyin qiz bo'lamiz-ku. Voy, shu gapingiz yoqdi. Qizlar, ozodlik uchun. Malades. Hamma eshitmasin, kelmang, boshqacha to'st aytdi. Yomon. Yashay. Baxtimizga. Mayli. Ay, 30 kun ekan-ku. 30 kunda erkakda i harfini ham og'zimizga olmaymiz. Ishlatma. Maylik. Kerak emas. Ayting. Aytingizda hamma ayollar maza qilsin. Ichik. Urishtirmaylar. U erkaklardan qolgan odam. Urishtirmaychinglar. Yo'q. Ha, mana qo'yinglar, yashil suv ekan. Ayollarning puli ko'p bo'lsin-da. Mayli, ertaga kech pul sanasin-a. Shunday. Pul ketga ichib qo'yish kerak. To'xtanglar, men bir erimni mazza qilib mazax qilayda. Qiling. Qochinglar. Meni erim ahvoli qanaqa bir? Qilmagan bir erim deb bo'lmaydi-da bu chalpakda. Qop-qora. Ertalabdan kechgacha yota. Yana yotib olib buyruq beradi. To'g'ri. Pishillab, xurrak otib uxlatmaydi. Yana qo'li yetadi chalpakni pultga. Mazza qilib uxlayotgan bo'lsam, orqamga bir tepada tur deydi. Ha, dadasi pul topib ber deydi. Shunday ichimdan bor alamimlarni chiqarib olgim keladi. Ichimda so'kaman. Nima deb so'kaman, aytaymi? Mana bugun aytaman men. Ayting. Deyman. Malades. Shundaylarmi nima ekanligini deganni. Ayollar biladi o'zi. Uni ichimda aytib o'rganib qolgan ekanman. Yo, alam qiladi.